ishlash jarayoni. Qattiq jodimiz. Xudo xolasa o'ta zo'r. Bu yuzimiz razmeri 41.6 lik, lekin 3 ga bo'lingan rasxod bu. Hozir kubik bilan bitta xudo xolasa 45 lik fasolda yutib chiqaramiz. Rasxodda 41.6 ga 41.6 lik, bitta kubik, bitta 45 lik fasol chiqaramiz hozir. Bu yerda mana kubiga 3 ga oladigan strogimiz bu. 3 ga 3 qirqadi. Tayyor bo'ldi. 45 fasolimizda endi razmer qo'yib qo'yganmiz. Pastga tushirib olinadi. 1.5 ga 3 qirqadi. Buniki 3 ga 3 qirqilgan bo'lsa, buniki 1.5 ga 3 qirqiladi. Yerga 3 qirqib oldik. Hozir buni ko'rdingiz, bitta harakatda to'rala burchagini chiqardik. Hozir yangicha strogimiz bor, buni ko'rsatib o'tamiz. Mana shu harakatni bitta bosganda bir taraf to'liq ishini qilib beradigan strogimiz bor, uni ko'rsatamiz. Bu yerda 45 lik fasolimiz. Bu 45 lik fasolimiz hozir 6 ta harakatda mana shu holatga keltirildi bu 6 ta harakatda. Buni bukish jarayonini ko'rsatamiz. Bu yerda mana universal qaychimiz, yangicha stanok. Mana shu harakatda 6 ta harakatda qilgan bo'lsak, bu stanogimiz 2 ta harakatda mana shu fasolni chiqaradi mana. Mana ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda mana 3 ga 3, 1.5 ga 3 qirqadigan stanokchamiz. Bu mana 2 ta 45 qirqadigan stanokchamiz. Bu stanogimiz ham kallagilar xohlagan razmerga borib keladi. Xohlasa bu yerda 7 ga qo'yib oladi, onasini 5 ga oladi, xohlasa 6, 7, 8 xohlagan razmerga qo'yib olaveradi. Bu 45 fasondan zakaz chiqmay 90 lik fasonga chiqadigan bo'lsa, bu ikkalasini olib qo'yib, hamma 90 ni qo'yib olsa ham bo'ladi. Ular universal qaychi. Bu yerda kallagimiz bor mana. Bu kallagimiz xohlagan razmerga keladi. Mana shu joyga olib beradi. Strogimiz 183. Xohlagan 1 metr 50 sm, 180, 183 gacha kelaveradi. Ishni o'ta tezlashtiradigan strogimiz. Bu yerda
mana tugul qayraydiganimiz bor, bundoq ko'rsatib. Do'stlar, o'g'imiz eski stroylar farq qiladi. Bitta butkani bir trak ishini bitirib beradi. Ko'rishingiz mumkin, hamda ham ular samolyot qatiradigan joyini ham chiqarib berib ketadi do'stlar, o'g'imiz. Ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonaga qadrlaydigan kubigimiz tayyor bo'ldi mana. Xudo xolasa gradislari ham, burchaklari ham yaxshi. Qirlariga ham e'tibor qaratamiz. Qirlari ham o'ta liniyalari zo'r, tekis o'ta. Kubigimiz mana tayyor bo'ldi. Endi 45 lik fasonimiz. Buni razmerimiz 125 lik, 125 gacha shuni o'zida buksa bo'ladi. Buni 1,5 ga 1,5 soat. Bunlar razmer uzun bo'ladigan bo'lsa, mana da listagimiz bor. O'sha listagida bukib chiqariladi. Olmadı bana. Hozir buni 45 nuqta kuchli uchun mana listimizni olib yechib olib qo'yamiz. Avzaqi. Bunda listimiz bor. Qirq besh nuqtaga mana shu listni yechib qo'yib kuladi.
qanday fason chiqariladi. 45 lik fason. Ularga hamma narsasi joyida bu. Şimdi az yulduzcha do'ppicha chiqaramiz mana. Yulduzchamiz bu. Shu tubuklarning orasiga qo'yiladigan tubukamiz. Bola chaqi mana bu. Tunikamiz ustiga mana deb tushadi. Orqasida bir-biriga qo'yiladi. Listaga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda 230 listagi qo'yamiz bu. 330, 430, 530 shekilda beramiz razmerlarni. Bu yerda qanday haykisi bo'ladi? 3 metr byustda yo 4 metr yo 5 metr byustda. Bu yerda bugun ishlatish mumkin bo'ladi. Komplekt ichiga bu ustunliklarimiz ham kiradi. Komplektda 6 ta ustunlik bo'ladi. Universal qaychi bo'ladigan bo'lsa 7 ta bo'ladi.